Bugun bizga Amerikadan telefon bo'lyapti. Bugun kechki to'yga soat necha kirasizlar deb. Bizning umuman xabarimiz yo'q bundan. Nima xabarimiz yo'q bilasan? Chunki bizning nomimizdan aytib qo'y, to'y olishgan, lekin bizlarni ogohlantirishmagan. Otabek Mutalxo'jayev boradi deb ularga yolg'on gapirishgan. Insonlar sizlardan iltimos qilib qolamiz, bunaqa odamlarga ishonmanglar. Albatta. Pramo o'zimizga chiqdi. Organizatorga pul to'layapti, shotiga pul tashlayapti. Organizator yo'q bo'lib qolyapti. Bizga bugun soat nechida kirasizlar deyapti. Bizning umuman xabarimiz yo'q. Endi bizni mayli o'shani to'g'ri tushungan holda bugun o'sha to'yxonaga keldik. Xudo xolisa bugun xizmatdamiz. Lekin u inson juda ham insofli inson ekan. Bizni ham kartamizga yana дополнительный pul tashlab berdilar. Omon bo'lsinlar, bugun xudo xolisa to'yni portlatib ketamiz.